Assalomu alaykum. Mana bugun 28-aprel. Dadamda ana shu qora mashinasini trading qilib, ya'ni sotib, o'rniga Camry olmoqchimiz. O'shanga ana qilamiz. Hozir yaqinda shu mavzuni ko'tardim. Dillerdan olguncha ehtiyot bo'linglar deb, qani bugun ko'ramiz. Springfieldga, Camry'ga, Toyota dillerga ketyapmiz. Springfield 70 mayl atrofida bizdan. Assalomu alaykum. Mana biz dillerga keldik. Bizga bergan mashina mana shu. Biznikini sotib olishini beradi. Dada, ta'sirotlaringiz qanday? Assalomu alaykum azizlar. Mana biz mashina olib keldik. I want to do a video record as a education purpose. I have a blog. Is there anything you agree for that? Qora svet. Mana mashinaning iç qismi. The green ones are XSE and XO. Juda salonlari keng. Red ones are front wheel drive. Paketin $40,000. Bakın. Afrika yok. Dahşat. Mana bizden karşı Corolla'mız. Mana bu monitoring sal kichkina bo'ladi ekan. Shu svetni tanlaymiz endi. Mana bu anasi kojin emas. Vay şuna klas. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana tabriklashlaring mumkin. Camry'ni mana